Cehennem çaqcaq emas. Bu Allah subhanahu wa ta'alaning ma hayotida nafsiga qarshi kurash qilib, har xil jafolarni tasdimu iymonni mustahkam turgan kishilar bilan nafsiga qul bo'lib, ko'ngli nimada xo'sh bo'lsa, shuni qilib yashaganlarni ayiradigan bir adolatxonasi. Chunki hammamizning oldida hammamiz shaklik muomala qiladigan shaksiz bo'lgan bir haqiqat borki, u bo'lsin o'lim. Alloh taolo Qur'on Karimda jahannam ahlining qanday odamlar ekanligini bayon qilib, innahum kanu qabla zalika mutrafin. U kishilar bo'lsa ilgari Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bizlerini agahlandırıp Ya eyyühen nas inne va'dallahi haq. Ey halayiqlar, ey insanlar, Allah'ın vədisi haq. Yani Allah'a işengen ve işengen yolda mustahkem turgan, sadık turgan, işengen yolu üçün bedel tölügen, capa tasımı tervemigen, şundakla üstüdeki mesuliyetini ada kılış üçün, kuldun kilişçi tirişçallah körsetken kişilerini, sabır kılgan kişilerini, çidamçam boğan kişilerini cennetke kirgizişten ibaret bu vədisi haq. Ve şununda kişilerge zulüm kılgan, kişilerini yurtudun qoğulap çıqagan, kuldun kildiğen bütün eziyetlerinin hemmisini bəgen, ve şununda özünü Müslüman dep durup, hakiki Müslüman bulup yaşamagan, nefsinin keynige ergeşken, dünya meişetiga dum tushgan, ko'ngli nima tasi shuni qilib, o'zining xohishini iloh qilib olgan kishilarni cehennemge kirgizishdan iborat bu va'dasi haq. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Shuning uchun ma hayoti dunyo sizlarni aldab qo'ymasin. Ma hayoti dunyo sizlarni jannatdan ola qo'ymasin, jannatdan mahrum qo'ymasin. Ma hayoti dunyoni jannatga tegishmanglar. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Shayton sizlarni Allohning afusi bilan aldamasin. Ya'ni shayton sizlarni Alloh kechirimchan, Alloh afuchan, Alloh o'zining bandalarini do'zaxga tashlamaydi deb bu xil vasvasalar bilan do'zaxdan sizlarni bexud qo'ymasin. Sizlarni Allohdan qo'rqishdan bexud qo'ymasin. Yomon ishlardan keyninglarga yenishdan shayton sizlarni Allohning afusi bilan aldamasin deydi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bu oyat orqali bizni hayoti dunyoning agar diqqat qilmasak bizni jannatdan ola qo'ydiganligi, shaytonning agar diqqat qilmasak Allohning afusi, Allohning nihoyat shafqatlik va mehribon ekanligi bilan bizni aldab jahannamdan bexud qo'ydiganligidan ogohlantiradi. Va shundaqla inna shaytona lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa. Haqiqatan bu şeytan yani sizlarni hayoti dunyoning lazzatlari, vaqtli xushalliqlari bilan jannatdan mahrum qo'yayotgan bu şeytan va shundaqla Allohning afusi bilan sizlarni do'zaxdan bexud qo'yayotgan bu şeytan sizlar uchun dushman. Fattakhizuhu aduwwa. Uni dushman tutinglar. Hargizmi uning vasvasalariga aldanib, ma hayoti dunyodan jannat izlab, haqiqiy o'lmaydigan, abadiy yashaydigan, haqiqiy bo'lgan jannatdan mahrum qolmanglar. Hargizmi şeytanning hiyla mikriga aldanib, Allohning afusi bilan aldishiga aldanib, do'zaxdan bexud qolmanglar. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Şeytan faqat o'ziga ergashgan kishilarni, o'zining jamoatini do'zax ahlidan bo'lishga chaqiradi deydi. Demak, şeytan bizni jannatdan mahrum qo'yish uchun bizni mushu dunyoga ham qiziqtirib, mushu dunyodan jannat izlaydigan holat keltirsa, do'zaxdan bexud qo'yish uchun Allohning afusi bilan bizni aldab, do'zaxdan bexud qo'yadi. Shuning uchun şeytanning bu vasvasga aldanmay, hayoti dunyoning bir imtihon ekanligi, vaqtliq ekanligi, fani ekanligini esimizdan chiqarmasligimiz kerak va shundaqla jahannamning haqiqatan mavjud ekanligi va shundaqla Allohning odil sifatining namoyon bo'lishi uchun, u zolimlarning haqiqiy azobini tetish uchun, mazlumlarning qalbining shifo tepishi uchun jahannamdan iborat bir yerning bo'lmasa bo'lmaydiganligini bizning aqlimizmi taqozo qiladi. Çünkü qarab baxadigan bo'lsak, dunyoda nurg'unlagan zolimlarning o'zining jazosini tortmay bu dunyodan ketganligini ko'ramiz. Buningga aqlimizmi rozi bo'lmaydi. U zolimlarning ana shunday zulmlarni qilib bo'lgandan keyin hech qanday jazosiz ketishini bizning aqlimizmi qabul qilmaydi. Shundaqla Alloh subhanahu va taoloning odil sifati bo'lg'achqa, yaxshi qilganlar uchun jannatni tayyorlagandek, yomon ish qilganlar uchun, zolimlar uchun, o'zini aldiganlar uchun va shundaqla o'zini musulmon deb qo'yib, munofiq bo'lib yashaganlar uchun jahannamdan iborat bir yerning bo'lishi Allohning odil ekanligini ro'shan ifodalaydigan alomatlarning birisi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo va payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom jannatdan qanday xabar bergan bo'lsa va shundaqla jannatga nozil ne'matlardan bizga qanday xabar bergan bo'lsa, jahannamdan shunday xabar bergan. Jannat haqiqat bo'lgandek, jahannam bir haqiqat. Jahannam chaqchaq emas. U Alloh subhanahu va taoloning ma hayotida nafsiga qarshi kurash qilib, har xil jafolarni tasdimu iymonni mustahkam turgan kishilar bilan nafsiga qul bo'lib, ko'ngli nimada xo'sh bo'lsa, shuni qilib yashaganlarni ayiradigan bir adolatxonasi. Inson jannat kirgan vaqtida ma hayotdagi bütün azoblarning hammasini xuddi tushdikidek unutganga o'xshash, inson agar jahannamga kirib qolsa, ma hayotda qanchalik huzur ko'rsin, qanchalik lazzat tatgan bo'lsin, bütün lazzatlarning hammani unutadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom mundaq deydi: qiyomat kuni ma hayoti dunyoda eng xushal, eng huzurli turmushda yashagan bir kafir keltiriladi. Ondan keyin u kafirni do'zaxga chukuriblam elinglar deyiladi. Farishtalar u kafirni do'zaxga chukuriblam oladi. Ondan keyin hal asabaka na'imun qad, sen dunyoda bir xushallik erishdingmi, huzur halovat ko'rdingmi deb so'raladi. U odam ma asabani qad, men dunyoda hech qanday bir huzur halovat ko'rmabdikanman deydi.
Demek dünyada ana şundaq nefsinin keyniga ergişip Allah bergen nimetlerini toğru yolda işletmey, muşu dünyadalam xuşal buluşunu, muşu dünyadalam huzur halavatini tetişini koygan kafirlar cehennemge kirgen vaqtda bu dünyadagi xuşallığı xuddi düştek hemmisi unutuldu. Nima üçün cehennemdeki o dehşet hayatı dünyadaki 40-50 yıl içinde koygan huzur halavatlarının hemmisini unutuldurdu. Demek cehennem mana muşundaq dehşetlik. Bu sebepten Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam eğer sizler men koygan narsani koygan bolsanglar, sizler köp yığılab az kületdinglar deydi. Sahabalar nimani ko'rli Rasulullah deb so'raydi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam ra'aytul cennete ven nar. Men cennet ve do'zaxni ko'rdim deydi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam cennetni ko'rgan bo'lg'achqa jannatga erishish uchun ko'zi uyquga bormaydi. Cehennemni ko'rgan bo'lg'achqa Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam ko'p kulmaydi. Bu sebepten agar sizlar mana shundaq cehennem ve jannatni ko'rgan bo'lsanglar, az kulib ko'p yig'laydinglar deydi. Shon Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam ma ra'aytu mislul janna nama taribuha va la mislun nar nama haribuha. Cennetga kirgim ba deb turib uxlagan, ya'ni bexut yurgan odamdimi bir g'alit odam ko'rmadim. Do'zaxga kirgim yo'q, do'zaxdan qochaman deb turib bexut yurgan odamdimi bir g'alit odamni ko'rmadim deydi. Demek bir adam cennetga kirmen deydiken, onun g'amini qiladi, u uyqusini qochiradi. Men do'zaxga kirmay, cehennemga kirib qolmay deydiken, o cehennemning tasvirlari insonning uyqusini qochiradi. Chunki hammamizning oldida hammamiz shaklik muomala qiladigan, shaksiz bo'lgan bir haqiqat borki, u bo'lsimi o'lim. Biz o'lim orqali yo cehennem ahli bo'lamiz, yo jannat ahli bo'lamiz. O vaqtda hech bir qaytish yo'q. O vaqt pushaymon asqatmaydi. O vaqt fursatlarning hammasi tugaydi. Unda bo'lgan ekan, aql egisi jannat kirgusi bo'ldi ekan, undan hargiz bir yaşamaydi. Cehennemden kaçadigan asla ve asla bir yaşamaydi. Onun külküsünü kaçıradi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam Miraç kechisi bo'lishi mumkin. Mikail aleyhisselamning hech bir kulmaganligini, tabassum qilmaganligini ko'radi. Bu sebepten Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam Cibril aleyhisselamdan "Mali la ara Mikail dahikan qat." Men nima sebepten Mikailning hech bir kulganligini ko'rmayman deb so'raydi. Cibril aleyhisselam "Ma dahika Mikail mundu xuliqatin nar." Mikail do'zax yaratilgandan keyin kulib boqmadi deydi. Demek cehennem mana shundaq dahshatlik va shundaqlar chaqchaq emas, qo'rqitish emas, u bir haqiqat. Bu sebepten biz ishonadigan Qur'on Karimda yüzlerce oyatda Alloh taolo bizni bu cehennemden qattiq ogohlantiradi. Alloh taolo Qur'on Karimda "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara." Ey Allohga ishongan kishilar, o'zinglarni va oilanglarni do'zaxdan saqlanglar. Ya'ni Allohga taqvodorlik qilish orqali, Alloh buyurgan ishlarni qilish orqali, islomda ching turish orqali, ustinglardagi majburiyat va mas'uliyatlarni ado qilish orqali o'zinglarni cehennemden do'zaxdan saqlanglar. O shundaq bir cehennem ki vaquduhan nasu vel hijara, onun yiqilg'ulari odam va tosh deydi. Alayha malaikatun ghiladun la ya'sunallaha ma amarahum va yaf'aluna ma yu'marun. O cehennemga, o do'zaxqa nait qo'pol, Alloh nimaga buyurgan bo'lsa shuni qiladigan, Allohga osiylik qilmaydigan farishtalar muvakkal qilingan, farishtalar mas'ul qilingan deydi. Ve şundaqla Allah Teala cehennemning, yani do'zax o'tining sifatlaridan bizga xabar berib, "Hazihi cehennemul lati yukazzibu bihal mujrimun." Mana shu cehennem mujrimlar, gunohkorlar, fosiqlar, kofirlar inkor qiladigan cehennem shu. Yatufuna baynaha va bayna hamimin an. Bu kofirlar, bu zalimlar, bu fosiqlar cehennem bilan qaynoq suvning orasida berib kelib turadi deydi. Yani cehennemga ishonmagan kofirlar, kishilarga zulm qilgan zalimlar va fosiqlar cehennem o'ti bilan qaynoq suvning orasida azoblanadi deydi. Yani cehennemdagi eng qattiq azaplarının birisi qaynoq su. Ve şundaqla bu zalimlar, bu kafirlar, bu fasıqlar cehennemde bu yollarga ağır taqaqlar silingan bo'ladi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "İzil aglalu fi a'naqihim." Ularning bu yollarda taqaqlar ve zincirler bo'ladi. Ularga qaynoq su tökülüdü. Ondan keyin ular o'tqa tashlanadi. Thumma qila lahum ayna ma kuntum tushrikun. Ondan keyin ularga "Ma hayatı dünyada sizlar Allohga o'rtaq qilib olgan narsa nada? Shirk keltirgan narsa nada? Sizlar Allohni cho'ng bilgandek cho'ng bilib olgan mansab qani? Sizlar Allohga ishongandek ishonib olgan mol dunyo qani? Sizlar Allah'ını hürmetleyen o çoğun bilgen kişilerin qini deyiladi deydi. وَتَرَى الْمُجْرِم۪ينَ يَوْمَ اِذٍ مُقَرَّن۪ينَ فِي الْأَسْفَادِ. O günde, yani kıyamet günde cehennem içinde mucrimlarını, pasıklarını, zalimlarını özünün hemrahlarıyla birge zincirlerle bağlanğanlığını görürsen deydi. Yani ma hayatta bille oynayışıp bergen, bille yiyişip bergen, bille içip bergen, yani Allah'a asilik qilib turib ana şundaq günahını bille ötküzüp bergen cinayetçiler, zalimlar, kafirlar ana şundaq bir-biriga chetilgan holatda azaplanadi deydi. Sarabiluhum min qatiranin ve taghsha wujuhahumun nar. Ularning ko'nlaklari qor maydin bo'ladi. Ularning yuzlarining hammasini o't qaplab olgan bo'ladi deydi. Inna shajarataz zaqqum ta'amul athim. Zaqqum darxi, yani tikellik bo'lgan, geldan o'tmaydigan, nihoyatda tas o'tadigan, ochliqni qondirmaydigan va shundaqla hech qanday odamning badaniga quvvat bo'lmaydigan zaqqum darxi u do'zax ahlining tamoqi bo'ladi deydi. Amilatun nasibah tasla naran hamiya tusqa min aynin aniya. Dünyada günah qilg'uvchilar, ya'ni vaqtliq lazzat, vaqtliq xushaliqda gunohga tushganlar oxiratda bular jafo tortadi. Ular harorati nihoyat qattiq bo'lgan do'zaxga kirgiziladi.
ularga qaynoq suvdan suv beriladi deydi. Shundaqla jahannam ahlining yana bir ichimligi bo'lsa, qon yiring bo'ladi. Alloh taolo Qur'on Karimda va yusqa min ma'in sadid ularga yiringdan suv beriladi, ya'ni yiringdan sug'uriladi deydi. Demak, ma hayotda vaqtli xushallikning keyniga kirib ichgan ana shu haroqlarimiz qiyomatda yiringga aylanadi. Bizning ichidiganimiz ana shundaq yiring bo'ladi. Undan boshqa jahannam ahlining kiyimlari va ko'rpilari o'tdan bo'ladi. Alloh taolo Qur'on Karimda fallazina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar Allohni inkor qilgan kishilar, jahannamni inkor qilgan kishilarga o'tdan kiyim pishiladi va ularning ustiga qaynoq suv to'kiladi deydi. Lahum min jahannama mihadu va min fawqihim ghawash ularning ostidagi ko'rpisimi o'tdan, ustidagi yotqinimi o'tdan bo'ladi. Va kazalika najzi zalimin biz zalimlarni ana shundaq jazolaymiz deydi. Onun boshqa jahannam ahlining nafaslangan havosi va butun holati jannat ahliga tüptün o'xshamaydi. Biz ma hayotda xushallik izlaymiz, baxt izlaymiz, ammo haqiqiy baxt bo'lsa ana shu o'lgandan keyin boshlanadi. Shu Alloh taolo Qur'on Karimda va ammallazina su'idu fa fil janna haqiqiy baxtli kishilar bo'lsa, ya'ni ayrilish bo'lmagan, qayg'u bo'lmagan, g'am bo'lmagan, o'lim bo'lmagan, kasal bo'lmagan, qirliq bo'lmagan haqiqiy baxt bo'lsa, u jannatda bo'ladi. Jannat ahli jannatda mangu qoladi. Va ammallazina shaqu fa fin nar haqiqiy baxtsiz kishilar bo'lsa, u jahannamda bo'ladi deydi. Chunki jahannamdagi azob bu dunyodagi har qanday bir azobga o'xshamaydi. Jahannamning o'ti bu dunyodagi har qanday bir o'tga o'xshamaydi. Ma hayotdagi o't faqat va faqat jahannamning o'tining 70 hassidan bir hassi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom narukum juz'un min 70 nar jahannam hozir ishlatayotgan ma hayotdagi o'tinglar jahannam o'tininki 70 ning birisi dedi. Sahabalar, "Ya Rasulullah, mush o'tmi yeterlik edi-go? Ya'ni mush o'tmi nayt azoblaydi-go?" dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom, "Sizlar yeterlik bo'ladi-go, bu nayt azoblik edi-go" degan mush o'tdan 69 hass ortiq deb eskartdi. Nima uchun mohiyatda bizga o'tni qildi Alloh taolo? Nahnu ja'alnaha tazkira. Ey Alloh ishongan kishilar va shundaqla Allohdan qo'rqgan kishilar, sizlar mohiyatda ishlatayotgan o'tni biz sizlarga bir ibrat bo'lsin, bir dars bo'lsin, oxirat o'tidan bir eslatma bo'lish uchun qildik deydi. Shuning uchun agar sizni ko'nglingiz bir gunoh ettirsa va yoki bir yaxshini qilolmay qolsangiz va shundaqla shayton bir yomon ish sizni qiziqtirsa, qo'lingizni o'tda azroq ko'ydirib baqing va yoki o'tga yaqin akab baqing. Bardashlik bir alam degansiz, jahannamning o'ti uningdan 69 hassa ortiq deydi Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom. Alloh taolo Qur'on Karimda narullohil muqada u jahannamning o'tini Alloh yondirgan, u jahannamning o'ti harorati insonning qalbiga yetadi deydi. Qalbiga kiradi uning harorati. Mana bu sababdan Mikail alayhisalom u jahannamni ko'rgandan keyin kulmagan. Mana bu sababdan Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom oz kulib ko'p yig'laydi. Mana bu sababdan sahabalar bu jahannamga kirib qolmaslik uchun qo'ldan keladigan bütün ishlarni qilgan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bilan birga bo'lgan va shundaqla bütün jihatlari qatnashgan, musulmonlarga bir qancha xalifalik qilgan Hazrat Umardek sahabalarni o'lib ketishdan ilgari hayotini shahodat bilan oxirlashtirib turib, "Ey Alloh, sen Umarga rahim qilmasang, mening ahvolim xatarlik" deb mana shundaq andishi bilan yotgan. Hargizmi qilgan jihatlarga ishinib qolmagan, hargizmi Rasululloh bilan birga sahob bo'lganligiga ishinib qolmagan. Endi biz bugun nimamizga xotirjam, nimamizga bexud, nima uchun o jahannamdan qochmaymiz? Ana shundaq Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umardek sahobalar koshki men inson bo'lmay, ya'ni mukallaf bo'lgan, mas'ul bo'lgan bir inson bo'lmay, tuproq bo'lib ketgan bo'lsam, hech qanday savolga tortilmagan bo'lsam deb mana shundaq andish qiladi. Va shundaqla hatto ba'zi sahobalar agar menga jannatni bermasa, do'zaxga solmasalam yetarlik deyib ketadi. Ya'ni u jahannamning dashtidan sahobalar ana shundaq qochgan. Sahobalar ana shundaq cho'ng ishlarni qilib turib, hayotini islomga atab turib, jon uzish oldida jahannamdan ana shundaq andish qiladi ekan, qo'rqadi ekan. Biz nimamizga xotirjam? Ajaba biz sahobalardan cho'ng ish qildikmi? Va yoki biz jahannamga bo'lgan iymonimizda samimiy emasmi, rostchil emasmi? Vaholanki biz ishongan Qur'on Karimda Alloh taolo jahannam ahlining pushaymonlarini nurg'un oyatlarda bayon qiladi. Alloh taolo Qur'on Karimda Robbana absarna va sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Ey Alloh, biz haqiqatmi emasmi deb ikkilanib qolgan bu jahannam haqiqatkan. Biz ko'rdik, biz angladik. Endi bizni qaytirg'in. Biz hayot u dunyoga qaytsak, endi ilgari qilganga o'xshash qilmaymiz. Nafs xohisimizga ergashmaymiz. Bizni u dunyoga qaytirg'in deb to'laydi, yalviradi deydi. Va shundaqla ya hasrata ala ma farratna fiha vay halimizga. Dunyoda befarvolik qilib ekanmiz. Dunyoda bu jahannamga sal qarab ekanmiz. Do'zax o'tiga sal qarab ekanmiz deb hasrat chekadi deydi. Dunyoda kishilarga zulm qilgan, yurtidan qo'g'lab chiqargan, kishilarni sumirgan zolimlar erishgan, ya'ni kishilarga zulm qilib, sumirib erishgan bütün mol dunyo, boylik, ya'ni davlatlarning hammasini jahannamdan qutulish uchun berishga tayyor bo'ladi deydi. Alloh taolo Qur'on Karimda "Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih" zolimlar
cehennem otidan qutulish uchun zimindagi bütün narsalarning hammasini pido qilishga tayyor bo'ladi deydi. Va shundaqla zolimlar Alloh va Allohning payg'ambari va musulmonlarga qarshi chiqqanligi, dushmanlik qilganligi, ularga urush ochganligi, ularga zulm ochganligi sababli qo'llarini tishlab qattiq nadomatga tushadi deydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda va yawma ya'uddu zolimu ala yadayhi, u kunda qiyomat kunda jahannamni ko'rgandan keyin zolimlar qo'llarini tishlaydi. Va shundaqla yaqulu ya laytani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, kashki men Alloh va Allohning payg'ambari va musulmonlarga urush ochmay, musulmonlarga zulm qilmay, ular bilan birga bo'lsam bo'ptikan, ularning yo'lida mansam bo'ptikan deb ana shundaq pushaymonlarni qiladi. Ma hayotga vaqtini zoya qilgan, umrdan foydalanmagan, Alloh uchun bir ish qilolmaganlar ya laytani qaddamtu li hayati, kashki men ma hayotim uchun bir ishlarni qilib olsam bo'ptikan, ma oxirat uchun bir narsalarni yo'tkib olsam bo'ptikan, yaxshilik qilib olsam bo'ptikan, pullarimni yo'tkib olsam bo'ptikan deb ana shundaq kashki deb pushaymon qiladi deydi. Kafirlar bo'lsa u jahannamning dashtini ko'rgandan keyin ya laytani kuntu turaba, kashki men tuproq bo'lib ketsam, inson bo'lmagan bo'lsam deb shundaq pushaymonlarni qiladi deydi. Agar biz bu holatni mengib versak 40-50 yildan keyin yoki 60-70 yildan keyin biz ana shu pushaymon qilgan kishilarning qatoridan bo'lib qolishimiz mumkin. Alloh taolo ana shundaq pushaymon qilgan kishilarning qatoridan bo'lib qolmasligimiz uchun kunda o'qiydigan Qur'on Karimda bizlarga bir qancha oyatda u jahannamni ko'rgandan keyin kofirlarning, zolimlarning, fosiqlarning, gunohkorlarning pushaymonlarini, asarlarini bizga bayon qiladi. Ey mu'minlar, sizlarmi shundaq pushaymon qilib qolasizlar? Pushaymon qilmasliklaringiz uchun hayotinglarni, vaqtinglarni, mol dunyoringlarni to'g'ri yo'lga sarf qilinglar. Hargiz gunoh yo'lga hayotinglarni ishlatmanglar. Mol dunyoringlarni ishlatmanglar. Chunki har birisi qiyomat sizlarga hasrat va nadomat bo'ladi deb bundan eskartish uchun bizga rahmat qilib Alloh subhanahu va taolo nurg'ulg'an oyatlarda bizni jahannamdan ogohlantiradi. Aql egalari bundan ibrat oladi. G'aflatga tushganlar mangadu eng oxirida o'lim bilan tutiladi. U vaqtda xuddi Alloh taolo xabar bergandek, ya hasrata, voy hasrat, biz sal qarabdimiz, biz beparvolik qildimiz deb pushaymon qilamiz. Allohga bizni qaytirib qo'ysa Alloh deb yolvoramiz, lekin kalla mumkin bo'lmaydi. Qaytish tugaydi. İmtihan oxirlashgan bo'ladi. Shuning uchun har birimiz Alloh bergan ne'matlarni qadrlaylik. Alloh bergan ne'matlardan foydalanib o'zimiz uchun, oxiratimiz uchun, jannatga kirishimiz uchun, jahannamdan qalqon bo'lishimiz uchun bir ishlarni qilib olaylik. Shunga payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ittaqunnar walau bi shiqqi tamra, do'zaxdan saqlaninglar, bir xurmaning yerimini sadiq qilish orqali bo'lsa-mu deydi. Ya'ni Alloh yo'lida bir xurma emas, bir xurmaning yerimini sadiq qilib bo'lsa-mu, do'zaxdan qalqon qilinglar, do'zaxdan saqlaninglar deydi. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda biz jahannamni ko'rgan vaqtimizda sal qarasak, Alloh taolo bergan ne'matlarni qadrlamasak, oxiratimiz uchun bir ishlarni qilmasak, mas'uliyatimizni ado qilmasak, va hum yastarihuna fiha robbana akhrijna na'mal solihan ghayra allazi kunna na'mal. Ular jahannamda ey Robbimiz bizni qaytirsang, agar qaytirsang undaq yashamaymiz. Agar qaytirsang sen bergan ne'matlarni undaq isrof qilmaymiz deb Allohga yalvoradi, to'laydi deydi. Vaholanki Alloh taolo o vaqtda avalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara va ja'akumun nadhir. Sizlarga uzun umr berib, vaqt berib, vaznasiyat qilgan odamlarni avatib, sizlarga fursat bermedimmi deydi. Demak fursat bermedimi? Alloh taolo bizga Qur'on tushirmadimi? Payg'ambarimizni avatmadimi? Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomdan keyin nurg'ulg'an ahlul imondan chiqish orqali, da'vatchilarning chiqish orqali jannatdan bishorat bermedimi? Jahannamdan ogohlantirmadimi? Biz uning qarta qanday fursat tutdik? Jannatni yo'q narsadek, jahannamni bizni qo'rqitish uchun qilgan bir xiyoliy narsadek muomala qilmadikmi? Hammasi qiyomatda bizning oldimizga qo'yiladi. Va shundaqla Alloh taolo fazuqu fama liz-zolimin min nasir. Hamda azobni tatinglar. Kishilarga zulm qilgan, o'zining nafsiga zulm qilgan bundaq zolimlarga hech bir yordamchi endi bo'lmaydi deydi. Shundaqla Alloh taolo innal mujrimina fi azabi jahannam xalidun. Mujrimlar, kofirlar, zolimlar jahannamda mangu qoladi. La yufattaru anhum va hum fiha mublisun. Ularning azobi yengilletilmaydi. Ular Allohning rahmatidan, Allohning qutuldirishidan umidini uzadi. Va ma zalamnahum walakin kanu humuz zolimin. Biz ularga zulm qilmadik, ular o'zlariga zulm qildi. Alloh taolo bizga zulm qilmadi hech qachon. Bizga nurg'ulg'an vaqt berdi, nurg'ulg'an rizq berdi. Bizni ogohlantirish uchun payg'ambarlarni avatdi, kitob tushirdi. Shunda qilib tursa-mu, nasihatni anglamadik, ibrat olmadik. Bu so'zlarga ishonmadik. Shuning uchun biz o'zimizga o'zimiz zulm qilgan bo'lamiz. Qiyomat kuni o jahannamning dashtidan jahannam kirgan kishilar bizni bir o'ltirib olsa, yo'q qilib olsa deb umid qiladi va shundaqlar shuni talab qiladi deydi. Alloh taolo Qur'on Karimda va nadaw ya malik liyaqdi alayna rabbuk. Ya'ni jahannamga mas'ul qilingan farishta bo'lgan Malikni chaqirib, Robbingga desang, bizni o'ltirib olsa deydi. Farishta ularga innakum makithun. Endi sizlar qilib qolasizlar. Va laqad ji'nakum bil haqq, walakin aktharakum lil haqqi karihun. Sizlarga haqiqat kelgan, sizlarga payg'ambar kelgan, Qur'on kelgan, lekin sizlar Qur'onni yomon ko'rdinglar, islomni yomon ko'rdinglar, islomni oldinglarni to'sligandek mushundaq ko'rib, islomni yomon ko'rdinglar. Endi sizlar bu azobga loyiq, sizlar shunday qilib qolasizlar deydi.
Ondaqda Allah Taala bu dahşatlik cehennemni, do'zaxni kim uchun tayyorlagan? Birinchi qilib Allah subhanahu va taolo bu cehennemni zolimlar uchun tayyorlagan. Ya'ni musulmon bo'lganlik uchun, bir zaminning egisi bo'lganlik uchun ularga zulm qilgan, ularni yurtidan qo'g'lab chiqargan Xitoy zolimlari va shunga o'xshagan har qanday zolimlar uchun tayyorlagan. Alloh Taolo Qur'oni Karimda inna a'tadna liz-zolimina naran ahata bihim. Biz ularning atroflarining hammasini qurshib oladigan cehennem o'tini zolimlar uchun tayyorladik. Va yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashil wujuh. Ular suv talab qilsa, usab qolsa o'tning ichida ularga madan eritmasdak, issi yuzlarini ko'ydiradigan ana shunday issiq suv beriladi deydi. Bir ise şarap, bu içimlik nima degan yaman içimlik, nima degan qabih içimlik, va sa'at murtafaqa. Bu cehennem nima degan yaman joy deydi. Mana mushundaq yaman joy bo'lgan, yaman ichimlik, ya'ni nachar ichimlik, qabih ichimlik bo'lgan bu cehennem zolimlar uchun tayyorlangan. Ba'zi zolimlar mohiyati jazosini topmay ketib qoladi. Lekin mohiyati jazosini topmaganligi ularning jazosi qoldiganligini derak bermaydi. Balki ularni texmi dahshatlik azoblash uchun ularning jazosini kechiktirilganligidan derak beradi. Alloh taolo shu Qur'on Karimda "Va la tahsabannallaha g'afilan amma ya'maluz zolimun." Zolimlarning jazosini kechikib ketganligidan, Allohni zolimlardan bexabar deb o'ylab qolmag'in. Innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Alloh taolo ba'zi zolimlarning jazosini ana shunday dahshatidan ko'zlari chekchib ketadigan kunga kechiktiradi deydi. Shuning uchun asla va asla umidsizlanmasligimiz kerak. Allohning azobini tetish uchun biz harakat qilishimiz kerak. Agar Alloh bizga nasib qilmay, o zolimlar mohiyatdan jazosini topmay ketgan taqdirda chuqur jazosini haqiqiy tegishli holda tatidi. Buningga to'liq ishonchimiz bo'lishi kerak. Cehennem mana mushuning uchun bor. Shundaqlar cehennemga ikkinchi bo'lib Allohni inkor qilgan kofirlar kiradi. Allah Taala Qur'oni Karimda "Fattaqun narallati waquduhan-nasu wal-hijara." Uning yiqilg'usi tosh va inson bo'lgan cehennemdan, do'zaxdan saqlaninglar. Bu cehennem kofirlar uchun tayyorlandi deydi. Shuning uchun ma dunyoda taraqqiy qilib ketgan, kuchlanib ketgan kofirlarga qarab havas qilmayli. Ular o'ladi, o'lgandan keyin cehennem ularni saqlab turadi. Bir mu'min ojiz bo'lsa-mu, soni oz bo'lsa-mu, natija e'tibori bo'yicha u kofirdan ming yaxshi. Shundaqla bu cehennem haqiqatni bilib turib ergashmagan, shundaqla o'zlarini musulmon deb turib haqiqiy musulmondek yashamagan, ustidagi mas'uliyatni ado qilmay, o'zining havoy havasiga ergashib, nafsiga qul bo'lib, faqat mushu dunyoni ko'zlab, oxiratni hech qanday g'am qilmay yashagan fosiqlar uchun tayyorlangan. Allah Taala Qur'on Karimda "Va ammallazina fasaqu fama'wahumun nar." Fasiqlar bo'lsa, ularning o'rni cehennem, do'zax bo'ladi deydi. Shuning uchun o'zimizningki musulmonning avlodi bo'lganligimiz va shundaqla musulmonlar jamiyatining ichida yashaganligimiz uchun o'zimizni xotirjam bo'lib ketmayli. Biz o'zimizni musulmon desak, bu musulmonlik salohiyati bizdan ba'zi bir majburiyatlarni talab qiladi. Agar biz o'zimizni musulmon deb qo'yib, u musulmonlik salohiyati talab qilgan majburiyatlarni ado qilmasak, biz o'zimizning salohiyatiga xiyonat qilgan bo'lamiz, haqiqiy musulmon bo'lmagan bo'lamiz va shundaqla fosiq kishilarning qatoridan bo'lgan bo'lamiz. Fosiq kishilarning o'rni bo'lsa, u cehennem. Chunki fosiq kishi degan o'zini musulmon desimi, musulmonlikni haqiqiy ado qilmaydi. Ustidagi mas'uliyatni ado qilmaydi. Oxiratni g'am qilmaydi. Jannatni ko'zlamaydi. Cehennemdan o'zini tortishga tirishmaydi. Ya'ni dunyo hayoti bilan berilib ketadi. Dunyoda ham xushallik izlaydi. Dunyoda ham huzur izlaydi. Alloh taolo Qur'on Karimda cehennem ahlining qanday odamlar ekanligini bayon qilib, innahum kanu qabla zalika mutrafin. U kishilar bo'lsa ilgari dunyo maishatiga tushgan, ya'ni hayoti dunyoda faqat yumshoq hayotni izlagan deydi. Bugungi kunimizdagi bizning eng chong imtihonimiz mana shu. Bo'libmi hozirgi jamiyatimizda bizning eng chong imtihonimiz yumshoq hayot izlash, jafodan qochish, Alloh yo'lida badal to'lashni o'zimizni elib qochish. Hamma narsamiz joyida bo'lib bo'lgan vaqtdan keyin, ondan keyin musulmonlik majburiyatimiz ado qiladigan, ammo ishlarimiz joyida bo'lmasa, turmushimizning hammasi to'liq ratga tushmasa, o'zimiz ko'zlagan u turmushga erisholmasak, oxiratni g'am qilmaydigan, faqat mush hayotni g'am qiladigan, mush hayotda xushallik izlaydigan kishilardan bo'lib qolsak, Alloh taolo Qur'on Karimda degandek, innahum kanu qabla zalika mutrafin. Ular dunyo hayotida, dunyo maishatiga dum tushgan degan kishilarning qatoridan bo'lib qolamiz. Shuning uchun har vaqt o'zimizdan bir so'rab turaylik. Men musulmon, bu musulmonlik salohiyati mendan nima talab qiladi? Men islom uchun nimani g'am qildim? Kalamga qanday xayollarni qildim? Musulmonlarning taraqqiyoti uchun nimani o'yladim? Qanday hassi qo'shdim? Oxiratim uchun nimani g'am qildim? G'am qilyapamdim. Va yoki meni g'am qilayotgan narsalarning hammasi mushu dunyolik ishlarni o'zimizdan so'rab turishimiz kerak. Ko'p hollarda hozir hammamizning kayfiyati yaxshi emas. Hammamiz tushkun, hammamizning g'ami bor. Ammo qarab boqadigan bo'lsak, hammamizning g'amini yig'ib akarsak, mushu dunyo g'ami. Yaxshi yemaganligimiz uchun, yaxshi kiymaganligimiz uchun, yaxshi o'ltirolmaganligimiz uchun ko'nglimiz yerim bo'lib qolyotadi, ruhimiz tushkun bo'lib qolyotadi. Vaholanki biz oxiratni g'am qilgan bo'lsak, Allohning dinini g'am qilgan bo'lsak, Alloh taolo bizning mohiyatning g'amini ko'tarib o'tgan bo'ladi. Bu deganlik hargizmi mohiyatni unutib keting, tark eting, faqat oxiratni ko'zlang deganlik emas. Bu hayotda yashang, go'zal yang, güzel kiying, isrof qilmang, ammo oxirgi maqsadingiz, g'imingiz oxirat bo'lsin. Bu hayotni oxiratga tegishmang. Bu hayotni oxiratga vasita qiling deganlikdir. Ya'ni hayotni o'z hajmi bilan ko'ring. Bütün xushallikni, bütün xotirjamlikni hayotdan izlamang. Oxiratga qo'yib qo'ying. Bu dunyodan topolmaysiz. Haqiqiy xushallik oxiratda deganlik.
Masalan, hayotimizda nurg'unlagan imtihon tanlashlarga duch kelamiz. Uni qilsak, dunyoligimiz uchun yaxshi, ammo oxiratligimiz uchun yaxshi emas. Mana shu vaqtda dunyoligingizni oxiratingizga tegishmang, oxiratingizni oxirgi nishon qiling va shundaqla mohiyatdimi to'g'ri shaklda yashang deganlik. Bundan boshqa Alloh taolo bizga mayli xususiy shaklda bo'lsin va yoki umumiy shaklda bo'lsin ustimizga yuklagan mas'uliyatlarni ado qilmasligimiz, Alloh taolo buyurgan ishlarni qilmasligimiz bizni jahannamga mahkum qiladi. Masalan, namoz o'qimaganlar saqar degan bu do'zaxga tashlanadi. Alloh taolo Qur'on Karimda ma salakakum fi saqar, o saqar degan jahannamdagi kishilardan, bu saqar degan bu jahannamga sizlarning kirishinglarga nima sabab bo'ldi deb so'radi. Qalu lam nakum minal musallin, ular biz namoz o'qimabdi ekanmiz, va lam nakunu ta'imul miskin, miskinlarga tomoq bermabdi ekanmiz. Ya'ni Alloh taolo bizga rizq qilib bergan u narsalardan miskinlarga bermabdi ekanmiz deb buning sababini mana shundoq bayon qiladi. Demak, Alloh taolo buyurgan xususiy shakldagi namozlarimiz, zakotlarimiz, sadiqalarimiz, ya'ni bu ishlarni ijro qilmasligimizmi bizni jahannam kirib ketishimizga mahkum qiladi. Undan boshqa Alloh taolo bizga umumiy shaklda yuklagan mas'uliyatlarni ado qilmasligimizmi bizning jahannam kirib ketishimizga sabab bo'ladi. Masalan, bugun kunimizda mazlum xalqimizni zulmdan qutuldirish uchun va yoki jaholatdan qutuldirish uchun har qanday bir harakatga qatnashmasligimiz, ya'ni bu umumiy mas'uliyatni ado qilmasligimizmi bizni jahannam ahlidan qilib qo'yadigan ishlarning birisi. Demak, jannat bir xil bo'lmagandek, jahannam bir xil emas. Alloh taolo Qur'on Karimda laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maqsum. Jahannamning 7 eshigi bor. Ya'ni 7 xil martabasi bor. Har bir eshikdan kiradigan muayyan kishilar bor deydi. Va shundaqla Alloh taolo innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Haqiqatan munofiqlar jahannamning eng tegiga, eng qa'riga tushadi deydi. Jahannamning eng xatarli yeri bo'lsa, uning qa'ri tegi. Bu ya kim tushadi? Munofiqlar tushadi. Munofiq degan kim? Munofiq degan o'zini musulmon deb turib, haqiqiy musulmondek yashamagan, musulmonlarning orasiga kirib olib, musulmonlarga ziyonkashlik qilgan, o'zini musulmon deb turib, islomni yomon ko'rgan, islomni dushman tutgan va shundaqla din dushmanlariga vositalik yoki vositsiz holda xizmat qilgan, islomni yo'qotish uchun, kishilarni dindan yondirish uchun xizmat qilgan kishilar mana bular munofiqlar. Mana bular jahannamning eng qa'ri, eng dahshatli yeriga tushadi. Jahannamning eng qa'ri qanchalik chuqur bilamsizlar? Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bir kuni sahobalar bilan o'ltirib o'tadi. Nayt cho'ng bir ovoz anglandi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu ovozni bilamsizlar dedi. Sahobalar bilmaymiz ey Rasululloh. Alloh va Allohning elchisi eng yaxshi biladi dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu tosh 70 yil ilgari jahannamga tashlangan, endi jahannamning qa'riga bordi dedi. Ya'ni 70 yil ilgari tashlangan tosh 70 yildan keyin jahannamning qa'riga bordi. Jahannam mana shundoq cho'nqur. Buning eng qa'riga mana shundoq munofiqlar tushadi. Undan boshqa jahannamning eng qattiq yeriga zolimlar kiradi. Bizni yig'latgan, mazlumlarni yig'latgan, yurtidan qo'g'ilgan, ayollardan ayirgan, bolalardan ayirgan, mol dunyosini ayirgan zolimlar jahannamning eng dahshatli yeriga kiradi. Qiyomat kunisi zolimlar, munofiqlar, ya'ni jahannam ahli bo'lgan kishilar cho'ngaytiriladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ma bayna mankabayil kafir masirata 3 ayyam lirrakibil musrih. Kafirning ikki dolusining oraliqi tiz chapadigan otliq kishiningki 3 kunlik musofasiga to'g'ri keladi deydi. Ya'ni jahannam ana shundoq cho'ng bo'g'achqa, kafirlar ana shundoq cho'ngaytilib, ondan keyin azoblanadi deydi. Jahannamning eng yengil azobimi bizning mingimizni qaynitish qiydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ahvalu ahli an-nari azaban yanta'ilu bina'layn min narin yaghli minhuma dimaghuhu. Jahannamda eng azoblanadigan kishilarning azobi bo'lsa, o'tdan 2 o'tuk keygiziladi. Bu keygan o'tukdan ularning mingisi qaynaydi deydi. Demek hayatı dünyada günahkarlar, fasıqlar, zalimlar, mujrimlar farqlı bo'lganda dozoqning azobi farqlı. Her bir odam o'ziga yarasha dozoq kiradi. Hech kimga zulm qilinmaydi. Va shundaqlanma hayatı dünyada nefsini yig'ib, yaxshilarni qilib, islomni g'am qilib, o'zini qiynab yashagan odam bilan nefsining keyni kirib, ko'ngli nima tasi shuni qilib, o'zini qiynamay, islomni g'am qilmay yashagan odamning o'rtasida cho'ng farq bo'ladi. Har o'zim o'xshash bo'lmaydi. O'xshab bo'lib qolsa, bu yerda odillik bo'lmaydi. Bu sababdan Alloh taolo am hasiballazina jtarahus sayyiat an naj'alahum kallazina amanu va amilus solihat sava'an mahyahum va mamatuhum. Yaman ishlarni qilganlar, ya'ni ma hayotda ko'ngli nimada xo'sh bo'lsa shuni qilib yaman ishlarni qilganlar bilan Allohga ishinib yaxshilarni qilganlar, islomni g'am qilganlar, islom uchun bir ish qilganlar, yaman ishlardan nafsining keyniga kirmay o'zini taatganlar o'lim va hayotda barobar bo'ladi deb o'ylamsizlar? Sa'ama yahkumun. Sizlar nima degan yomon hukm qilasizlar? Ya'ni bular hargiz barobar emas. Bir odam Alloh deb jafo tortgan bo'lsa, Allohga ishinib yaxshilarni qilgan bo'lsa, yana bir odam Allohga ishinaman deb qo'yib, voyki ishonmay, ko'ngli nimani ta'sir shuni qilib yashagan bo'lsa, u odam hayotlik va o'limda, oxiratda hargiz barobar bo'lmaydi. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Mu'min odam fosiq odamga barobar bo'lamdi? La yastavun. Hargiz barobar bo'lmaydi deydi. Alloh taolo bu oyatlar orqali haqiqiy mu'min bo'lsam bo'ladi deb jafo tortayotgan, yaxshilarni qilsam bo'ladi deb buni g'am qilayotgan, oxiratni ko'zlayotgan kishilarga hargizmi ko'ngli nimada xo'sh bo'lsa shuni qilib yashayotgan kishilar qarab havas qilib qolmanglar. Ma dunyoda ular shunday yashagan bilan la yastavun, oxiratda barobar emas, jahannam jannat kirishda barobar emas deb bizning qalbimizga shifo beryotdi.
Shundaqla Alloh taolo ammallazina amanu va amilus solihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Allohga ishongan, ishiniblam tashlab qo'ymasdan uning keyin yaxshilarni qilgan kishilar, ularning qarar joyi mana bu jannat ular uchun. Dunyoda tatgan jafolar uchun iymonini saqlayman, haqiqiy mu'min bo'lib yashayman deb jafo tatgan bo'lsa, bu jannat uning mukofotidir deydi. Va ammallazina fasaqu, amma fosiq kishilar bo'lsa, ya'ni o'zini musulmon deb qo'yib, ammo haqiqiy musulmondek yashamagan, islomni g'am qilmagan, hatto islomga dushmanlik qilgan, musulmonlarni chet qaqqan bundoq fosiq kishilar bo'lsa, fama'wahumun nar, ularning o'rni do'zax bo'ladi. Kullama aradu ay yakhruju minha, ular do'zaxdan chiqmoqchi bo'lsa, uidu fiha va qila lahum dhuqu azaban nar allati kuntum bihi tukazzibun. Ular do'zaxdan chiqmoqchi bo'lgan vaqtda do'zax yana qaytiriladi. Mana bu sizlar inkor qilgan, sizlar ishonmagan do'zax endi tetinglar deyiladi deydi. Shuning uchun siz o'zingizni men Alloh yo'lida haqiqiy musulmon bo'lib yashayman, Alloh cheklagan ishlarni yonaman, Alloh buyurgan ishlarni qilaman, haqiqiy musulmon bo'lib yashayman deb o'zingizni qiynayotgan paytingizda qishingizda bir fosiq kulib, o'ynab, ko'ngli nima ta'sir shuni qilib yashayotgan bo'lsa, yo'lingizda sabrchan bo'ling, chidamchan bo'ling. Chunki bu dunyodagi jafo vaqtliq. Siz Alloh yo'lida haqiqiy musulmon bo'laman deb jafo tatgan bo'lsangizmi, shu qum o'tib ketadi. Bu vaqtliq dunyoda nafsining keyiniga kirib, haqiqiy mu'mindek emas, fosiq shaklda yashayotgan bo'lsa-mu, bu xushalliqi vaqtliq. Ammo haqiqiy vaqtliq bo'lmagan, mangu bo'lgan hayot o'limdan keyin davomlashadi. Siz mahayatda tatgan jaforingizning mukofotini o'lmaydigan abadiy hayotda olasiz. La yastavun, hargiz barobar emas. Hargiz ularni mendan yaxshi deb o'ylab qolmang. Siz hammadan yaxshi. Alloh taolo Qur'on Karimda va la tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Biz kofirlarni, fosiqlarni bahramand qilgan u hayoti dunyoga sen ko'zingni solmag'in deydi. Ya'ni kofirlarning hayoti dunyoda bayashat turmushga, yuqori tabiqat yashab ketganlik qarab havas qilmag'in, ko'zingni solmag'in. Linaftinahum fi. Biz ularni ana shunday bayashat turmush orqali imtihon qilamiz. Va rizqu robbika xayru va abqa. Robbingning sana bergan rizqi, ya'ni sana beradigan mukofoti eng yaxshi va mangu qoladi. Yo'qolmaydi. U hayoti dunyoda o'zini xushal qilib yashayotgan fosiq insonlar, bayashat turmush yashayotgan u kofir insonlar unda vaqtliq yashaydi. Ammo sen haqiqiy musulmon bo'lib yashayman deb qiyinchilikda qolgan bo'lsang, haromdan o'zingni tatib, unda harom ishlar bilan o'zingni xushal qilmagan bo'lsangmi, lekin Allohning sana bergan mukofoti texam yaxshi, texam mangu qolguchi deydi. Shuning uchun ko'p sonli kishilarniki fosiqlashib ketganligi, Allohning diniga ahamiyat bermayotganligi bizni asla va asla aldab qo'ymasin. Alloh taolo Qur'on Karimda va in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Agar sen zamindagi ko'p sonli kishilarga agarsang, ular seni to'g'ri yo'ldan ozdirib o'tadi deydi. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom shundaq bir zaman keladiki, u zamonda dinda mustahkam turg'uchi, al mutamassiku bid-din, dinni chang tutquchi xuddi cho'g'ni tutqanga o'xshaydi deydi. Cho'g'ni tutsak qo'limiz qanday bo'ladi? Kuyadi, azoblanamiz. Dal bugungi kunimizda biz dinda mustahkam tursak, g'arib bo'lamiz, oz qolamiz. Shundaqla atrofdagilar bizning qaytishi mumkin, boshqalar yordam qilmasligi mumkin, malomat qilishi mumkin, har xil narsalarga uchrashimiz mumkin. Hatto masxara qilishimiz mumkin. Aslo tushkunlashmang. Bu intayin cho'ng fursat. Mana shu vaqtda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom dinda mustahkam turg'uchiga sahobalardan 50 kishining ajri beriladi degan. Shuning uchun har vaqt jahannamni esingizdan chiqarmang. Jannatni ko'zlang. Oxirat hayotingiz eng oxirgi nishoningiz va yuksak g'oyangiz bo'lsin. Alloh taolo degandek: "Va la tansa nasibaka minad dunya." Dunyo hayotidagi nasibingizni unutib qolmang. Ya'ni ma hayoti dunyodan tarak bo'lmang. Bu hayoti dunyodan foydalaning. Yang to'g'ri bo'lgan shaklda iching, kiying, isrof qilmang. Ammo bu hayoti dunyoni nishon qilib olmang. Oxiratingizni bu dunyoga tegishiyotmang. Jannatning haqiqat ekanligini esingizga olish orqali o'zingizga kuch bering. Jahannamning haqiqat ekanligini esingizga olish orqali nafsingizga hay bering. Alloh taolo hammamizni jannat kirgil nasib qilsinki, qalbimizdagi u bo'shliq turadigan, hech qanday g'am bo'lmagan, andishi bo'lmagan u hayotda har birimiz o'zimiz yaxshi ko'rgan kishilar bilan birga bo'lgan nasib qilsin. Va shundaqla butun sahobalar va shundaqla farishtalar, hatto butun payg'ambarlar panohlik tilagan u jahannam o'tidan, do'zax o'tidan bizni saqlasin. Ma hayotda biz azroq o'tning azobiga chidayolmaymiz. Bu o'tdan 69 hassa kuchlik bo'lgan jahannamning o'tiga biz asla va asla bardashlik berolmaymiz. U vaqtda biz o'layli deb o'lanmaymiz, yo'q bulayli deb yo'q bo'lolmaymiz. To'pi bo'lib ketsam-chu deb umid qilsaqmi, to'pi bo'lib ketolmaymiz. U vaqtda qutulush yo'q. Shuning uchun agar biz nafsimiz qul bo'lib yashasak, o'lim biz uchun bir tutulush. Shuning uchun asla va asla behuda yashamang. O'lim shaksiz bir haqiqat. Bundaq bir shaksiz haqiqatga shaklik muomala qilish aql egasining ishi emas.